Qanday qilib uy sharoitida o'rgimchak kanalardan qutulish mumkin? Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz TV. Bugungi videomizda o'simligimizni bargida zararkunandalik qiladigan o'rgimchak kanalar va har xil hasharotlardan qanday qilib uy sharoitida oson usullarda qutulish mumkinligi haqida aytib o'tamiz. O'rgimchak kanalardan qutulishning bir necha xil usullari mavjud. Eng oson va universal usuli bu iligan suvda barglarga spray holatda sepib qo'yishimiz. Bu usul orqali luboy gulimizni bargidagi o'rgimchak kanallarga qarshi kurasha olamiz. Endi kislotali boshqa preparatlardan foydalanadigan bo'lsak, ba'zi bir gullarimizga zarar yetkazib qo'yish mumkin, chunki ularni bargidagi sezuvchanligi juda yuqori bo'lganligi bargiga sepganimizda uni kislotalar kuydirib qo'yish mumkin. Shuning uchun uni ba'zi bir gullargagina ishlatamiz, ya'ni Monster bargi qalin bo'lgan boshqa gullarga ishlatadigan bo'lsak, u effekt beradi. Lekin bargi yupqa bo'lgan ba'zi gullarimizda u kuyish alomatini chaqirganligi uchun bu preparatlardan foydalana olmaymiz. Endi iliq suvda spray qiladigan bo'lsak, luboy gulimizga tushaveradi. Birdaniga yo'qotmagani bilan asta-sekinlik bilan bargidagi zararkunandalar to'kilib, oxiri gulimiz zararkunandalardan butkul xolis bo'ladi. Shu usuldan foydalanishimiz o'simliklarimizni bargini yana ham ortqiroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Abdulaziz TV bo'ldi. Xayr, ko'rishguncha do'stlar.